Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan davleniya o'lchashni o'rganamiz uy sharoitida. Va aynan o'zim foydalanadigan davleniya o'lchagich bilan buni ko'rsatib o'taman. Bu hamma aptekalarda bor. O'zining mana shunday fondoskopi va aynan o'sha davleniya o'lchagich asbobi chiqadi. Ochib olamiz. Manjetkasi hisoblanadi bu va unda mana bunday baloncha bor. Manometr bor. Bu orqali ko'rib turamiz davleniya nechidaligini. Hozir sizlarga taxminan bemorga taqib qanaqa o'lchash kerakligini ko'rsatib o'taman. Bemor qo'lingizni bering. Taqamiz bemorga. Mana bu simlari, ya'ni trubchkalari tepadan keladi. Juda qismasligimiz kerak. Ikkita barmoq sig'adigan darajada joy qolishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek ikkita barmoq bemalol sig'adi. Qo'yib oldik. Iloji bo'lsa buni yonimizga yokida mana bu qismiga qistirishimiz ham mumkin. Men ko'pincha o'zimni yonimga qo'yaman. Qulayini ko'rsatyapman o'zimga. Siz yuqoriga qo'ysangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Qo'yib oldik. Baloncha to'liq ochilganligini ko'rib olamiz. Bunda umuman havo qolmasligi kerak. Qolmadi. Boyagi ikki barmoq ochiq qoldiramiz degan joyimga fondoskopni qo'yib olamiz. Fondoskop qo'yildi. Fondoskopni taqamiz. Bir eshitib olamiz qon bosimi qanday eshitilayotganini eshitib olamiz. Yaxshi joylashdi. Endi balonchani to'liq yopib olamiz. To'liq yopdik. Ko'rib turganingizdek 0 da turibdi. Taxminan bemorimizga 200 ga olib boramiz. Mhm, 200 ga keldi. Mana buni o'zi ushlab turishimiz kerak. Asta sekinlik bilan ochamiz. Ochib kuzatib turamiz. Kuzatdik. Demak, bemorimizda sistolik qon bosimi dastlab 120 da urib boshladi va urib oxiri 80 da diastolik qon bosimini ko'rsatdi. Bemorimizda qon bosimi 120 ga 80 hisoblanadi va bu norma hisoblanadi. Agar bundan yuqori holatlar kuzatilsa 160, 180 yokida tushib ketish holatlarini kuzatishimiz mumkin. 80, 60, 40 ga tushib ketsa ham xavfli. Bunda o'sha qon bosimi tushgan hisoblanadi. 160, 180 lar bo'lsa, unda qon bosimi ko'tarilgan hisoblanadi. Zudlik bilan shifokorga murojaat qilishimiz kerak. 120 ga 80 bu eng yaxshi qon bosimi hisoblanadi.